Miyada bu shunaqa bo'ladiki, bizani miyamizda 3 ta kuch bor. Birinchisi signalizatsiya, ikkinchisi nazorat va uchinchisi yengillik. Mana shu 3 ta kuch bittagina stakanni joyiga qo'yganda yoki daftari tekis qo'yganda yoki ko'zingizga yoqmay turgan changni borib artib kelganingizda, kiyimdagi gulni guliga, qizlar ayollarda aytgancha shunaqa narsa bor. Kiyimini tekislash, doim ro'molini to'qis qo'yish, nimalarnidir to'g'irlab yurish, ko'rinishida hamma joyi tekis bo'lish. Masalan, bitta mijozim bir kun konsultatsiyaga kelganda, men bilan gaplashgandan keyin har anaqa mundoq qo'llarini tekislab o'tiribdilar. Men o'sha zahoti bildim bu odamda kompulsiya, obsessiya borligini, ya'ni doim ideal ko'rinishda bo'lishni xohlash. Shoshayotgan bo'lsa ham mana shu narsani to'g'irlash kerak. Bu kiyim qulay, agarda o'sha payt to'g'irlanmasa, uni asabiga tegadi, asabi buziladi. Mana shunaqa insonlar birinchi o'rindagi o'sha signalizatsiyasi ishlab ketadi. Nimadir buzildi, nimadir ne to degan. U xuddichi miyangizda bitta radarga o'xshab kuzatib yuradi. Qayerda narushение bor degan narsani ko'rgandek uyg'onadi. Obsessiyani zarari ham shundaki, siz kichkinagina qisqa yengillik, ya'ni ruhiyatingizda, psixikada xavotir hissi ko'payadi. Ayniqsa trevojniklar deymiz, surunkali xavotir hissini his qiladigan odamlarda mana shu obsessiya kuchaygan bo'ladi.